Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Katyollar uchun maxsus ko'mirlardan so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'idan ko'mir narxlarini chiroyli qilib ortib beramiz. Qozog'istonda Shibolakol ko'miri quruq, kaloriyasiga keladigan bo'lsak 7000 kaloriya hozirgi kunda. Misol uchun yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ko'mir ho'l bo'ladigan bo'lsa, kaloriyasi pastlaydi akalar. Hozirgi kunda olishlarini tavsiya qilib qolamiz. Quruqdan bor. Bu yerda sotuv xonasi, undan tashqari naryoqda skalatlarda ham bor. Bemalol xarid qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kilogrammi narxi 1400 so'm. Mana shuni chiroyli qilib qoplatib, mashinangizga yuklatib berish ichida bo'ladi. Qopi ham 35-40 kilo, bemalol ayollar ham ko'tarib katyollarga solaveradi. Kaloriyasini aytib o'tdik. Hozirgi kunda olsalaring, misol uchun yonishi zo'r bo'ladi. Yomg'irda ho'lda oladigan bo'lsalaring, bunkerdan yaxshi tushmaydi, qotib qolishi hisobiga, undan tashqari kaloriyasi ham tushib ketadi. Narxini aytdik, dastavkasi O'zbekistonning 12 ta viloyatiga chiroyli qilib kelishilgan holatda yetkazib berishaveradi. Mashinalari bor, xohlovchilar 1 tonna, 2 tonna oluvchilar uchun labolar bor. Bunday Kiyalar bor, undan tashqari katta 5 tonna, 10 tonnalik Isuzu'larda ham chiqarib berishaveradi. Dastavkasi o'zingizdan bo'ladi. Hozirgi kunda aksariyat Chorbog'larga, undan tashqari Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab Samarqand, Buxoro, Xorazmlargacha ham dastavkasini qilib berishyapti ekan. Bemalol aloqa chiqurasizlar, telefon raqamlarini ekranning pastiga yozib qo'yamiz. Adashmasak hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, mana shunday aqlli katyollarga ko'mir izlagan do'stlaringga, tanishlaringga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.